Yo, saf do'stlar, sizlar bilan birga Fenzi. Bugungi videoda mening Minecraft'im haqida suhbatlashamiz. Men birinchi o'ynagan Minecraft'im bu 1.0.9 versiya bo'lgan, juda ham eski. Hozir men o'ynayotgan shader Minecraft'mi yo'q. Bu Pocket Edition 1.1.5 versiyasini o'ynayapman. Men Craft ham o'ynaganman oldin do'stlar. Bugungi videoda mening zonam va mening Minecraft'im haqida. Qanday go. Do'stlar, yaqinda shunaqa video chiqadi. Men ukam bilan PvP qildim degan video chiqadi do'stlar. Kuzatib boring va like bosing, obuna bo'ling. Tekin guvoh, like bosing do'stlar. Bu mening ishxonam. Yaqinda shunaqa serial olamiz. Unda bir o'zim emas, yana bir kishi bo'ladi. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar. Men sizga anada ko'rsatdim, mening o'ynagan Minecraft'larim haqida. Voy ko'rsatdim bo'ldi. Mana do'stlar, men o'ynayotgan o'yinlar Pojo Launcher, Craft, Counter, bu emas, Minecraft Pocket Edition 1.1.5 versiyasini o'ynayman. Bunga mod tushirganman, shader modini. Boshqa qanaqa o'zi bunaqa shader modi bo'lmaydi do'stlar. Men bunga hozir shader modini o'rnatganman. Bu shader modi va bularni qayerda olaman desangiz, Fayzi kanaliga o'tib qo'ysangiz, Fayzi tashlab boradi. Fayzi yana Minecraft emas, ko'p bala modlar ham tashlab qo'yadi. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar.